Amir Temurning buyuk poytaxti Samarqand tashqi dushmanga emas, o'z onasining mudhish xiyonatiga sotilganini bilarmidingiz? Boburnomada yozilishicha, qamal vaqtida Sulton Ali Mirzoning onasi Zuhro begim malika bo'lish ilinjida. Shayboniy xonga poytaxtni va o'zini topshirishni taklif qilib, yashirin xat yozadi. Onasiga ishongan yosh Sulton Ali Mirzo aql bovar qilmas xatoga yo'l qo'yadi. U dushman qarorgohiga jangsiz o'z oyog'i bilan borib taslim bo'ladi. Buyuk saltanat o'z qo'llari bilan sharmandalarcha topshiriladi. Lekin tarqoqlikka chek qo'yayotgan qat'iyatli Shayboniy xon vatan xoinlarini aslo kechirmas edi. U elini sotgan Zuhro begimga uylanmaydi. Aksincha, uni qora navkari Mansur baxshiga majburan xotin qilib berib yuboradi. O'z onasi qurboni bo'lgan Sulton Ali Mirzoning esa ayovsiz boshi olinadi. Zuhro begim tobutdagi boshsiz jasadni ko'rib, yuzini qon qilib dod solishdan boshqa chorasi qolmaydi. Shunday qilib, Movarun nahrni yagona davlatga birlashtirgan Shayboniy xon qudrati mutlaq cho'qqiga chiqdi. Lekin ota yurtini qaytarish uchun 19 yoshli Bobur atigi 240 nafar yigiti bilan 6000 kishilik ulkan armiyaga qarshi qanday qilib tunda hujum qildi? Tarixning eng aql bovar qilmas tungi jangini keyingi qismda fosh qilamiz. O'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.